Zalimlar bir uçum unsurlar deb ko'zga ilmagan mujohidlar tarafidan chuqum yemirilib tashlanadi. Ati men bayroqni shundoq bir odamga tutqizamanki, u odam Alloh va uning payg'ambarini yaxshi ko'radi, Alloh va uning payg'ambarimi u odamni yaxshi ko'radi. Ey sahobalarım, anglanglar, Hazrat Ali bo'lsa mening qarindishim. Biz bugün Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның dünya ve ahiretlik qarindishi har qanday fidokorlikqa mana men deb o'zini atadigan sahobalarning chavandozi ismi tilga ilinsa Batulluq isimizga keladigan Xaybarning Fatihi tog' yo'lvisi, ya'ni Haydar degan sharafga erishgan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ning kuyovli hukm ishlarini eng yaxshi biladigan va eng yaxshi betaraf qiladigan büyük sahoba Hazreti Ali radhiyallohu anhu bilan tanishib chiqamiz. Hazreti Ali radhiyallohu anhu Makka aqsoqollarining cho'nglarining birisi bo'lgan Abu Talibning o'g'li edi. Abu Talib bo'lsa Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның tağısı olup, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның ata-anası ve boğusu vafat bo'lgandan keyin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ni qanot ostiga elib cho'ng qilgan kishining birisi edi. Bu sebepten Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam Hazreti Ali bilan birga Abu Talibning uyida xuddi ok ufkudek birga cho'ng bo'lgan. Hatta Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam to'y qilib uy ayirib chiqib ketgandan keyin tağısının yükünü yengilletish uchun Hazreti Ali'ni o'zining uyiga akilib olgan. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga vahiy kelganda bo'lsa, Hazreti Ali taxminan 10 yosh atrofida deydi. Hazreti Ali Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a vahiy kelishdan burunmu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның qishidan ayrilmay yashag'achqa Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'daki axloq, omonatdorlik va rasullikni o'zini yaxshi o'zlashtirgan edi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a vahiy kelgandan keyin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu haqiqatni eng avval o'zining uyidan boshlaydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның ayoli Xadicha va cho'ng qizlari Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'daki ba'zi o'zgarishlarni va Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'da yuz bergan ajoyib voqealarni o'z ko'zi bilan ko'rgachga va uning shahid bo'lgachqa hech ikkilanmasdan Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga iymon etdi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam bu haqiqatni Hazrat Aliga tushuntirganda bo'lsa, Hazrat Ali men dadamga bir maslahat salib baqay deydi. Va shu oqshimi ko'p o'ylanib, bu ish dadamga maslahat saladigan ish emas ekan. Bu ish meni va dadamni yaratgan Alloh va uning payg'ambariga haqiqiy to'g'ri shaklda iymon etish masalasi ekan. Shunga bu ishda mening dadamga maslahat salishimning o'rni yo'q ekan deb o'ylab at deganda Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga ey Rasululloh tunugan degan gaplarni menga qayta bir tushuntirgin deydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam onunğa İslamni qaytadan tushuntirdi. 10 yoshlik Hazreti Ali Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның sözünü anlagandan keyin la ilahe illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q. Ya'ni jamiyatimizdagi kishilar cho'ng bilayotgan butlar iloh emas, iloh Alloh, Muhammed bo'lsa Allohning oxirgi elchisi deb Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga iymon etdi. Shundaqla Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның bu davosini büyük bir davo ekanligi, insoniyatning abadiy hayotini qutqizish uchun atlangan bir davo ekanligini tunib yetib, o'zini bu yo'lga ataydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga yaqin xish aqrabolarini, ya'ni tuqqanlarini ogohlantirgan, ya'ni Allohning azobidan ogohlantirgan degan bu oyat tushgandan keyin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam o'zining jamiyatidagi cho'ng kishilardan 45 kishini bir yerga to'plab, ularga ziyofat berdi va ularga bu dunyoning vaqtlik imtihon maydoni ekanligi, ularning ibodat qilayotgan butlarning, tosh kesaklarining hech qanday foyda yoki ziyon yetkazolmaydigan bir kesak ekanligi, haqiqiy ilohning haqiqiy foyda va ziyon yetkazguchining faqat va faqat Alloh ekanligi, o'zining bo'lsa Alloh taolo tanlagan oxirgi payg'ambar ekanligini o'ttirib qo'yib, ularga islomni tafsiliy tushuntirdi. Afsuski, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның tuqqanlaridan, jamiyatlardan hech qanday sado chiqmaydi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ның tushuntirishlari qarta hech qanday ijobiy inkas bildirilmaydi. Sorunni jimjitlik bosadi. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ularga bu yo'lda sizlardan qaysinglar menga yordamchi bo'lasizlar deb so'raydi. Ya'ni jimjit ulardan hech qanday sado chiqmaydi. Shundaq turgan paytda 10 yoshlik Hazrat Ali "Mana men yordamchi bo'laman" deb qo'lni ko'tardi. Allohning dushmani, islomning dushmani bo'lgan Abu Lahab Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamni masxira qilib, "Mana ma bolasini yetadi, bu bolasini qo'g'daydi" deb Hazrat Alini ko'rsatdi. Abu Lahab kichik bola deb ko'zga ilmagan, masxira qilgan Hazrat Ali darvaqa Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamni hayoti bo'yicha qo'g'daydi. Makka mushriklari Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamni o'ldirmoqchi bo'lib, qotillarni yollab Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamning uyining atrofiga urullashtirgan vaqtida Hazrat Ali Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselamga tegadigan nayza, qilich, mang'itagi
bo'lsin deb payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning o'rnida yotadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bo'lsa mushriklarning neyzlaridan qutulib saq salomat Madinaga berib oladi. Mana shuningdek islom Allohning dushmanlari, din dushmanlari ko'zga ilmagan kishilar orqali muhofiz qilinadi va himoya qilinadi. Zolimlar bir uchum unsurlar deb ko'zga ilmagan mujohidlar tarafidan chuqum yemirilib tashlanadi. Chunki zolimlarning yemirilib tashlanishi Allohning adolatining namoyon bo'lishi uchun shartdir. Allohning adolati ana shundoq bir uchum kichik yoki oz deb ko'zga ilinmagan kishilarning sababi bilan vujudga chiqadi. Chunki Allohning adolatining vujudga chiqishi muqarrar bir ish. Oz bo'lsa-mu, kichik bo'lsa-mu, harakat qilganlar bo'lsa, uningga sabab bo'lganlar. Hazrat Alining ana shundoq fidokorligi bilan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom mushriklarning neyzlaridan saq salomat qutulib Madinaga berib oladi. Hazrat Ali bo'lsa payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning o'rinlashtirishi bo'yicha payg'ambarimizga omonat qo'yilgan omonatlarni egalariga qaytarib o'tgandan keyin payg'ambarimizdan keyin Madinaga qarab yo'lga chiqadi. Hazrat Ali bugun kunimizdagi 400 kilometrdan ortiq yo'lni yalang oyoq piyoda besib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan 3 kun keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Quba masjidiga tutish qilgan vaqtida Madinaga yetib keladi. Bu vaqtda Hazrat Alining putlari qanab, noyati jarohatlanib ketgan edi. O'zi bo'lsa uruqlab ketgan edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrat Alining bu ahvolini ko'rib, uni quchoqlab bag'riga bosdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Madinaga kelib, tunji qilgan ishlarining qatoridan muhojirlar bilan ansarlarning o'ttirisini qarindosh qilish edi. Ya'ni bir muhojirni Makkadan kelgan bir musulmonni Madinalik musulmonlar bilan qarindosh qilgan edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir muhojirni bir ansarlarga chetib, eng oxirida Hazrat Ali yolg'iz qolib qoladi. Hazrat Ali bo'lsa, Rasululloh meni kim bilan qarindosh qilar? Ajab, men yolg'iz qoldim deb o'ylagan shu paytda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrat Alining qo'lini ko'tarib, "Ey sahobalarim, anglanglar, Hazrat Ali bo'lsa, mening qarindoshim" deb e'lon qiladi. Bu bo'lsa payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning Hazrat Alining fidokorligi qilingan bir hurmat edi. Hazrat Ali payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qizi Fatimaga o'yilish istiqi bilan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qishig'a elchilikka kirdi. Lekin payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning oldida ig'izdan chiqara olmaydi. Hushyor zirak payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrat Alining qiyofatidan uning nima uchun kelganligini his qilib qoladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrat Aliga to'yliqqa, ya'ni mahriga bagudek bir narsang bormi deydi. Hazrat Ali yo'q ey Rasululloh deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom xalqining-chu deydi. Hazrat Ali u faqat 4 dirhamga yaraydi ey Rasululloh deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom shuni setib shu kifoya deydi. Bir payg'ambarning qizi, Allohning elchisining qizi 4 dirham mehrni qabul qiladi. Agar bir qizning qimmati, hurmati uning uchun elingan to'yliq qarab bo'ladigan bo'lsa edi, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qizini 4 dirhamga bermas edi. Shunda qilib Hazrat Alining payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan bo'lgan navri qarindoshlik munosabatiga kuyovlik munosabati qo'shiladi. Allah Taala oddiy to'yliq bilan boshlangan bu oilaga barakat ato qiladi. Ularning naslidan jannat yoshlarining sarkisi bo'lgan Hasan, Husaynni ato qiladi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bugun kunimiz qadar davomlashgan nasibi Hazrat Fatimadan keladi. Taqvodorlik ustiga qurilgan oiladagi barakat mana shundoq bo'ladi. Hazrat Ali payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning islom davosida yendan ayrilmay, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom elib borgan urushlarning hammasiga qatnashadi. Uning botirligi butun jihatlarda nihoyat oshkora namoyon bo'ladi. Badr urushida urushdan ilgari yekma-yek elishda Hazrat Ali mushriklardan Valid degan mushrik bilan yekma-yek elishib birdamdilar raqibini yer tishlatdi. Xandak urushida bo'lsa 10 ming kishilik tajovuzchi qo'shin Madinaga besib kelish uchun Madinaga yetib keladi. Sahobalar bo'lsa Salmonul Farisining plani bo'yicha Madinaning atrofiga xandak qo'lab mushriklarning kirishini to'sib qolgan edi. Mushriklar xandakdan o'tishga qancha urinib boqqan bo'lsa o'tolmaydi. Lekin mushriklarning ichidagi mashhur qilichvoz va chavandoz Amir ibn Vud degan mushrik bir bo'lik askarlar bilan xandakning atrofining hammani kuzatib chiqib, eng tor yeridan otni sakiltib o'tib oladi. Buni ko'rgan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrat Ali va bir qancha sahobalar bilan ularning oldiga berib, ularga o'qiya atadi. Amir ibn Vud degan bu mushrik sizlarning oranglardan yekmek ilishalaydiganlar bormi deb do'yil talab qiladi. Sahobalarning hammasini jimjitlik bosadi. Hazrat Ali mana men bor deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ey Ali jim tur, u degan Amir ibn Vud deydi. Amir ibn Vud bo'lsa mushriklar ichidagi donli qilichvoz va mashhur chavandoz edi. Amir ibn Vud sahobalardagi jimjitlikni ko'rib, haddidan eshib, qani sizlarning jannatinglar bor edi-ku. Nima uchun o'limdan qo'rqsizlar? Meni jahannamga yo'lga sap qo'ymamsizlar? Qani shahidlikni orzu qildiganlar deb sahobalarni masxara qilishga boshlaydi. Buni anglagan Hazrat Ali savr qilolmay, "Men shu ey Rasululloh" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom jim o'ltir ey Ali. U degan Amr deydi. Amr ibn Vud texmi haddidan eshib, sahobalarni masxara qilib she'r o'qishga boshlaydi. Oxir savr taqti to'shgan Hazrat Ali ey Rasululloh men choy deb o'rnidan dast turadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yana u degan Amr ey Ali deydi. Hazrat Ali u Amr bo'lsin qo'rqmayman ey Rasululloh deydi.
Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrat Alidagi jasoratni ko'rgandan keyin tushdi. Hazrat Ali otga minib uning oldiga boradi. Amr ibn Vud bo'lsa Hazrat Alini kichik ko'rib, "Oranglarda sendin cho'nglari bor. Men kichik bolani buzaq qilibdi" degan gap qilishni xohlamayman. Cho'nglardan birisi tutsin deydi. Chunki bu vaqtda Hazrat Alining yoshi 27 yosh atrofida edi. Hazrat Ali mendan qo'rqa o'xshamamsan deydi. Hazrat Alining bu gapi uning ziddiga tegadi-da, Amr ibn Vud etidan saklab tushgunicha o'zining qo'rqmaganligini, keyniga yonmaydiganligini bildirish uchun etining putlarining birini kesib etadi. Ondan keyin "Nocho'san, kela" deb o'tirg'ichi. Hazrat Ali etdan tushdi. Shunda qilib bu ikki botir kishi nati shiddat bilan tutishdi. Quyuq chang tuzon ko'tarilib ketdi. Ularni ko'gili bo'lmaydi. Bir hazodan keyin Allohu akbar degan sado bilan Amr ibn Vudning kallasi do'milab tushdi. Amr ibn Vudning kallasining uzilganligini ko'rgan sahobalar Allohu akbar deb takbir sadosi yangrtib ketdi. Amr ibn Vudning keyindagi kishilar bo'lsa qichish uchun o'zi sakrab o'tgan xandakka o'zini atadi. Ba'sining putisini, ba'sining bo'ynisini. Hazrat Ali yeshining kichikligiga qaramay ana shunda botir sahobalarning birisi edi. Har qanday jihatdan qilib qolmaydi. Hatto kasal vaqtidami jihad boshlansa uningga birga chiqadi. Masalan, Xaybar urushida Hazrat Alining ko'zi nihoyat og'ir og'rib qoladi. Ko'zini ocholmaydi. Shundaq paytdami Xaybarga sahobalar bilan birga chiqadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Xaybarga yetib borgandan keyin qo'shin ratlab, urush boshlashdan ilgari "Atiman bayroqni shundaq bir odamga tutqizamanki, u odam Alloh va uning payg'ambarini yaxshi ko'radi, Alloh va uning payg'ambarini u odamni yaxshi ko'radi" deydi. Sahobalarning hammasi u odamning o'zi bo'lib qolishini orzu qilishib, u kechasini nihoyat tasdiqdan atqizadi. Hazrat Umar "Men faqat shu vaqtda shu odamning men bo'lib qolishini orzu qilib, mansab orzu qilib baqdim" deydi. Aytsa tong atish bilan sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning atrofiga to'plashadi. Hazrat Umar "Shu odam koshki men bo'lib qolsam-chu" deb Rasulullohning udulis qilib turadi. Ammo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom birisini izlab o'tadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sahobalardan "Hazrat Ali qani" deb so'raydi. Sahobalar "Uning ko'zi og'rib qopti" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom "Uni elib kelinglar" deydi. Bir sahoba Hazrat Alini xuddi amoning qo'lidan yetilgandek yetilib keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrat Alining ko'ziga duo qilib suflab qo'ydi. Ondan keyin Hazrat Aliga bayroqni tutqizdi. Hazrat Ali bayroqni tutgandan keyin "Ey Rasululloh, men bu yahudiylar bilan ular bizga o'xshash musulmon bo'lgan qadar urush qilaman" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hazrat Aliga urush axloqini o'rgatib, "Ey Ali, ularga urush etishdan burun ularni islomga da'vat qilgin, islomni ularga tushundirgin. Bir odamning sening sababli hidoyat tepishi, musulmon bo'lishi sening qizil tugiga erishganingdan cho'ng bir ish" deydi. Qizil tugi shu davrdagi eng yuqori darajadagi bir ulug' edi. Bir odamning yana bir odamning musulmon bo'lishiga sabab bo'lishi ana shunda eng yuqori darajadagi ulug'ga erishib, uni Alloh yo'lida ishlatgandan, Alloh yo'lida sadiq qilgandan buyuk bir ish. Jang maydonida urush bayrog'ini ko'tarish deganlik dushmanning o'qyolarining nishoniga aylanish deganlik edi. Chunki urushda har ikki taraf eng avval qarshi tarafning bayrog'ini tushirishga markazlashadi. Chunki bayroq tushsa, qarshi tarafning ruhi tushadi. Mana bu shundoq eng xatarlik ishlarda sahobalar birisi-birisini qizg'inib uni talashadi, uni mansab o'rnida ko'ratdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu shundoq xatarlik o'ringa qizim tul qolmasin, balli yetim qolmasin demasdan o'zining kuyovini qo'yadi. Mana bu haqiqiy iymon, haqiqiy e'tiqod uchun qurbon berish degan mana bu. Ammo biz-chi jon ketadigan eng xatarlik ishlarni boshqalar qilsa, natijaga biz erishsak, jonni boshqalar bersa, javobni biz chasak, huquqni biz erishsak, buni o'ylaymiz. Bu bo'lsa e'tiqodimizdagi saxtalik, yolg'onchilik. Hazrat Ali eng avval strategik o'rnini aytib muhim bo'lgan yahudiylarning Naim qo'rg'oniga hujum qo'zg'ab muhosiraga oladi va yahudiylarni taslim bo'lishga chaqiradi. Lekin yahudiylar keskin rad qilib taslim bo'lmaydi. Shunda qilib ikki taraf urushmoqchi bo'ladi. Urushdan ilgari yakma-yak elish uchun yahudiylarning ichidagi mingga tetadigan Azmat deb nom mashhur bo'lgan Marhab ismli yahudiy o'tirg'i tushdi. Uning qarishi sahobalardan Amir ismli degan sahoba tushdi. Bu ikkisi elishib Marhab Amir degan sahobini shahid qilibdi. Marhab Amirni shahid qilib keyin texmi popoza qilishga boshlaydi. Qani buningdan o'chiring bormi deydi. Buni ko'rgan qo'shin qo'mondoni Hazrat Ali tuvandagi she'rni o'qib maydonga sakrab tushdi. Onam shundoq atabdi, nomimni Haydar. Yov men bilan elissa yo'lvas ikandar. Al qisasni Zulfiqarda olmasam men xar. Ey Allohning dushmani, Allohu akbar. Shundoq degunicha yo'lvas kabi marhab qarab etildi. Ikkisi nati shiddat bilan elishdi. Hazrat Ali nati chabdaslik bilan marhabning dubulg'usining ustiga qilich bilan nati qattiq birini urdi. Hazrat Alining qilichi dubulg'udan o'tib marhabning qallasini yerib o'tdi. Marhab shu yerda jahannamga safar qiladi. Shuning bilan ikki taraf o'tirishdagi shiddatli urush boshlanib ketadi. Bu urushda Hazrat Ali shundoq bir jasorat ko'rsatdiki, uning ko'rsatgan jasorati fillarda daston bo'ladi. U dushmanning ko'ziga xuddi yo'lvas kabi ko'rinadi. Natijada Naim qo'rg'oni Hazrat Ali boshchiligidagi qo'shin tarafidan azod qilinadi. Hazrat Ali ana shundoq botirlik bilan kishilar orasida Haydar, ya'ni tog' yo'lvasi degan nom bilan mashhur bo'lsa, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom tarafidan Murtazo, u Allohdan rozi bo'lgan, Alloh uningdan
rozi bo'lgan degan sharafga erishdi. Hazrat Ali payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning vafotidan keyin Hazrat Abu Bakrning davrida hukm ishlari bilan mashg'ul bo'ladi. Hazrat Umarning davrida hukm ishlari bilan mashg'ul bo'ladi. Hazrat Umar uni o'zining keyin xalifa saylaydigan 6 kengash a'zosining birisi qilib bekitdi. Hazrat Osmonning davrida Hazrat Osmonning uyini qurishib olgan isyonchilar Osmon xalifalik tushsin, biz Hazrat Alini xalifa qilib saylaymiz deydi. Bu vaqtda Hazrat Ali nayt hushyorlik bilan keskin rad qiladi. Shundaqla isyonchilarga qarshi turib o'zining o'g'li Hasan Husaynni Hazrat Osmonni muhofazat qilishga, qo'g'dashga avatdi. Hazrat Osmon naq shahid qilingandan keyin kengash a'zolarining birdek ma'qullashi bilan Hazrat Osmondan keyingi xalifaga, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning 4-xalifaligiga Hazrat Alini saylaydi. Hazrat Ali xalifa bo'lib saylangandan keyin butun diqqatini isyonchilarning keyniga yondirish va davlat muqimligini asli keltirishga qaratadi. Hazrat Osmonning qissasini bo'lsa keyniga kechiktiradi. Chunki Hazrat Osmonni o'ldirgan kishi bir odam bo'lsa-mu, uning keyinda 12 ming kishilik isyonchi qo'shin bor edi. Shuning uchun Hazrat Ali eng avval isyonchilarni keyniga yondirib, ularni besqirib bo'lgandan keyin Hazrat Osmonning qisas masalasini hal qilishni to'g'ri deb qarab, shu bo'yicha harakat qiladi. Lekin Hazrat Alining bu siyosatiga Dimashq valisi, ya'ni Sham valisi Muaviya va bir qancha sahobalar noroziligini bildirdi. Shundaqla Muaviya "Men Hazrat Osmonning qissasini olmag'ucha hech kimga bay'at bermayman" deb Hazrat Aliga bay'at berishni rad qildi. Hazrat Ali muqimlikni asliga keltirish, islom jug'rafiyasining birligini kuchaytirish maqsadida Muaviyaga bir qancha qatim elchi avatdi. Lekin Muaviya javob bermaydi. Ya'ni Hazrat Aliga bay'at bermaydi. Hazrat Ali Muaviyaning bay'at bermasligi islom jug'rafiyasining parchalashini keltirib chiqaradi deb qarab, jiddiy qarab 100 ming kishilik qo'shin tashkillab Sham qarab yo'lga chiqadi. Muaviya bu xabarni anglagandan keyin 70 ming kishilik qo'shin bilan Siffin degan joyda Hazrat Ali qo'shin bilan uchrashadi. Shunda qilib ikki musulmon qo'shini o'rtasida urush boshlandi. Urush boshlanib uzun o'tmay Muaviya qo'shini mag'lubiyat qarab yuzlandi. Ular oxiri bo'linmay beshiga Qur'onni ko'tarib oladi va biz tarafdan bir odam chiqarayli, sizlar bir odam chiqaringlar, shu hukm qilsin deydi. Va sahobalar ularning bu talabiga qarshi chiqsa-mu, Hazrat Ali ortiq qon to'kilmasin deb ularning bu talabini majburiy qabul qiladi. Ammo bir kishilar Hazrat Ali xalifa, Muaviya xalifaga bay'at qilmaslik bilan dindan chiqqan. Shuning uchun ularning bu talabini qabul qilishga bo'lmaydi. Ular qarshi urush qilish farz. Ularning bu talabini qabul qilganlik, ya'ni ulardan bir odam bizdan bir odamni chiqarganlik, Qur'onni qo'yib odamga hukm qildirganlik, bu ikkala tarafni murtad qiladi, dindan chiqaradi deb qarab Hazrat Alining qo'shinidan ayrilib chiqadi. Bular bo'lsa tarixdagi xavorijlarning tunji ayrilishi edi. Ular Muaviyani Hazrat Aliga bay'at qilmaslik bilan kofir deb hukm qilsa, Hazrat Aliga Qur'ondagi oyatga amal qilmadi. Ya'ni Qur'onni qo'yib odamga hukm qilg'izdi. Qur'onda haddidan oshgan guruh qarshi urush qilinglar deb tursa, ularning talabini qabul qilib ikki odam hukm qildi. Inil hukmu illa lillah. Hukm faqat Allohga xos. Ularga urush qilishimiz kerak. Odamni hukm qildirsak kofir bo'lib ketamiz deb qaraydi. Hazrat Ali ularga shuncha nasihat qilgan bo'lsa-mu, ular har ikkala tarafni kofirga chiqishda mustahkam turadi. Hazrat Ali Muaviyaning talabini qabul qilib, uning bilan sulh qilishib poytaxtga qaytdi. Hazrat Ali bilan Muaviya o'rtasidagi ixtilof vaqtliq tinchigan bo'lsa-mu, lekin bu sababli tunji xavorijlar paydo bo'ldi. Bu xavorijlar 3 kishini murtad, kofir, dindan chiqib ketdi, o'ldirish kerak deb qaraydi. Uning birisi Muaviya, yana birisi Hazrat Ali, yana birisi Amr ibn As edi. Xavorijlar bu xil aqidasi bilan bu 3 kishini o'ldirish uchun maxfiy suiqasd planlaydi. Abdurrahman ibn Muljam degan bu xavorij Hazrat Alini o'ldirishga mas'ul bo'ladi va Hazrat Alini uzun muddat kuzatib, Hazrat Ali at deganda kishilarni bomdodga uyg'otish uchun Kufaning, ya'ni Iroqning Kufa shahridagi ko'chirda mangan vaqtida keynidan zaharli xanjar bilan uradi. Hazrat Ali nayt ig'ir yaranib yiqiladi. Soqollari qonga bo'yilib ketadi. Hazrat Ali la ilaha illalloh laqad fuztu, muvaffaqiyatga erishdi. Ormanimga yetdim, orzumga yetdim, utuq qozondim degan holda uyga elib keldi. Hazrat Ali nayt ig'ir jarohat bilan uyda 2 kun sakratga tushgandan keyin shahid bo'ladi. Shunda qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan keyingi oltin davri bo'lgan, islomning haqiqiy ulgulik davri bo'lgan 4 xalifa davri oxirlashadi. Bu vaqtda Hazrat Ali 63 yoshda edi. Qarab boqadigan bo'lsak, xavorijlarning zeni mana shunday ig'ir. Ular musulmonlarning keynidan xanjar uradi. Ular musulmonlarni kofirga chiqaradi. İctihatni, fiqh hükümlerini itiraf qilmaydi. Alloh taolo Hazrat Aliga rahmat qilsin. Uni o'z fazliga olsin. Alloh taolo aramizdan va bizni Hazrat Alidek botir kishilarning qatoridan qilsin. Bizga Hazrat Aliga o'xshash ruhlarni ato qilsin. Chunki bizmo Hazrat Ali ishongan Allohga ishonamiz. Hazrat Ali o'qigan Qur'onni o'qiymiz. Hazrat Ali ishongan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga iymon aytamiz. Sahobalar izidin chaqnagan izzat nuri o'tgan siqin idin haq islomning tulquli boshag'imiz kafirga shiddat bilan aqsili Hamza Xolid Musaddak shir yurak o'g'lonlari